Bismillah deb sizga duo hamda daromad olib keladigan olchali vupi pay boshlaymiz. Birinchi korjlarni qilib olamiz. Tuxum va shakarni yaxshilab ko'pirtirib, eritilgan sariyog' hamda shokolad solib aralashtirib, quruq massalarni solib aralashtiramiz. Qizlarjonlar, mana Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Sababi sizlarga kerakli, foydali, daromad keltiradigan retseptlar bilan bo'lishib boraman. Tayyor bo'lgan korjlarimizni videoda ko'rsatilgan tartibda pishirib olamiz. Kremni, qaymoq, sug'ushonli molokoni qattiq qilib ko'pirtirib, videoda ko'rsatilgan tartibda yig'ib olamiz. Orasiga sirop qilish esingizdan chiqmasin. Eng ustiga qip-qizil chiroyli bo'lib turishi uchun olchadan konfet tayyorlaymiz. Tozalangan olchaga shakar, kraxmal, suv solib gazda quyiltirib olamiz. Quyilganidan so'ng olib, sovutib, tayyor pirojnigimiz ustiga solib, muzlatgichga yuboramiz. Sizlar bilan xo'slayotishamiz bo'ldi. Yoqqanida duo qilishni unutmanglar.